qo'limda ikkita suv. Birisi filtrlangan suv, ikkinchisi oddiy filtrlanmagan suv. Hozir buni aholiga berib ko'ramiz. Ularning fikrini o'rganamiz. Qaysi birini afzal ko'rishar ekan? Hozir bizda ikkita suv bor. Ikkalasidan ichib, bittasi yoqqanini mana bu deysiz. Ichuring. Shu ikkinchi suv. Qaysi biri yaxshi ekan? Mana bunisi yaxshimi? Nice. Rahmat. Hozir bizda ikkita suv bor. Ikkalasidan bitta-bitta ichib, qaysi biri yaxshi bo'lsa, mana shunisi deb aytasiz. Xolos. Bunisi qanaqa suvga o'xshadi bu? Endi bu tamsiz suv bo'ldi-da, ana qadimiy suvga o'xshab. Buni qanaqa qo'shimcha ta'm bor? Qo'shimcha ta'm bor. Ikkita bir xil suv, o'zingizni fikringizni berasiz, qaysi suv yoqqan bo'lsa. Bunisi yoqdi. Nimaga yoqdi? Bilmadim, ta'midan. Ta'mi? Yaxshi. Tamam. Oq idishdagichi. Bilmadim. Farqini uchalib anaqa qilmadimmi, nomashasi yo'q. А что, так можно было, что ли? Shunisi yoqdi, bo'ldi. Rahmat. Ko'ring. Fikringizni bildiring. Voy, rahmat. O't bering. Nega? Ikkita bir xil suv degustatsiya qilib, fikringizni bildira olasizmi? Qaysi birisiga yoqqanligi haqida? Yaxshi. Bunisi yaxshiroq. Nimaga? Nimasi yoqdi? Qanaqadir ta'm bor-da bu. Bunda ta'm bor. Bunchalik. Bunda unchalik ta'm yo'q. Mana shu sterillangan edi. Mana bu sterillangan suv. Deb o'ylayapman. Bunisi-chi? Bu sterillangan. Sterillanmagan oddiy suv. Rahmat. Ikkisi ham toza suv. Ha, oddiy suv. Filtr suvga o'xshadi. Aha. Sen yumshoqroq. Yumshoqroq. Qaysi biri yaxshiroq deb o'ylaysiz? Menga filtr suv yaxshi. Filtr suv. Qaysi biri filtr suvga o'xshadi? Mana. Mana bu filtr suvga o'xshadi. Rahmat, salomat bo'ling. O'zingizni fikringizni bildira olasizmi? Qaysi bir yoqqan? Shuni ichib ko'ring. Qaysi biri yaxshiroq ekan? Menga ko'proq oq idishdagisi yoq. Oq. Nimaga yoqdi bunisi? Ta'mi, yutimi yaxshi ekan, yengilroq. Yengil ekan. Mazasi ham unga nisbatan sal yaxshiroq ekan. Rahmat. Böyle ko'proq filtr qilinganga o'xshaydi. Buchi? Bu ham oddiy suvga ko'proq o'xshaydimi? Qandaydir boshqacha. Oddiy suv deganda qanaqa suv? Baklashkalardagi mineral suvlarmi? Yoki vodoprovod suvimi? Qanaqadir yoki ariq suvi? Vodoprovod desam to'g'riroq bo'ladi. Bunda esa ko'proq filtr seziladi. Aha, zo'r. Rahmat, salomat bo'ling. Mana ko'rib turganingizdek, aholining fikrini ham o'rgandik. Xo'sh, sizning fikringiz qanday? Filtrlangan suvni afzal ko'rasizmi yoki filtrlanmagan suvnimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.